Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, ko'pchilik biladi, eski domlarda balkonga chiqaverish, kuxnyaga kiraverish joyda mana shunaqa beton bo'ladi. Ko'pchilik mana shunaqa betonni buzdirib olib tashlaydi. Xo'p, bizani bugungi qilib beradigan ishimiz ham mana shu balkonga kiraverish, kuxnyaga chiqaverish joyidagi mana shu betonni mana shu akkuratni pastgacha kesamiz, mana shu perforator bilan buzib olib tashlaymiz. Undan tashqari mana bu parokni ham buzib olib tashlaymiz. Shunda uyning egasi mana shu polni akkuratni chiroyli qilib arka qilib qo'yadi. Shunda balkonga kuxnyaga kirib chiqish udobli bo'ladi. Xo'p, kimga shunaqa beton buzish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu videoni uyda qurilish qilayotgan yaqininglar bo'lsa, ularga ham jo'natib qo'yinglar. Ularni ham beton buzish xizmatlari bo'lsa, biz qilib beramiz kelishilgan holda. Xo'p, bizani kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi videoda mana shu betonni buzib, yana bir marta sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Bizani kuzatishda davom etinglar. 24/7 xalq xizmatidamiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.